Assalomu alaykum azizlarim. Bugun mana fiyalka gulimni tuvaydan chiqardim. Yoshartirmoqchiman. Barglarini olib, barglarni ko'paytirishga qo'yamiz. Ko'rganingizdek juda bolalab ketdi. Endi buni chetidan yosh katta barglarni oldim. Yosh barglar qoldi. Endi bolalari juda ko'p bo'lib ketgan. Buni bo'lib ko'paytirishni boshqa kunga qoldiraman. Hozircha barglarni ildizlatishga qo'yaman. Mana fiyalka gulimizni eski barglarini olib oldim. Uni ham tashamaymiz. Bu yosharadi, yana chiroyli bo'lib o'saveradi. Buni eski barglarini mana bunday qilib, mana bunday uzunlikda uni kesib kalta qilib oldim. Mana bunday qilib endi buni mana bu aralashmaga solib ekib chiqamiz. Aralashmamiz kokosli torf, perlit, vermikulit aralashmasi. O'shanga shunaqa qilib suqib ekib chiqaveramiz. Keyin buni teplechka qilib olib qo'yamiz. Mana azizlarim, mana barglarni mana bunday qilib tiqib oldik. Mana shunday tiqib qo'yaveramiz. Bularni keyin teplechka qilamiz. Mana bunaqa ko'rinib turadigan selofanga solib, tugib teplechka qilib qo'yamiz. Bo'ldi. O'zi shuni ichiga tomirlab ko'chat bo'ladi. Tayyor yana gul bo'ladi. Mana avvalroq qilib qo'yganlarim sizlarga shuni ko'rsatmoqchiman. Mana tayyor gul bo'lib qolgan. Hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Mana qanaqa bo'lib o'sib chiqyapti. Mana tomirlagan. Juda chiroyli bo'lib. Endi bularni nimaga olmoqchiman? Mana bir o'rtog'im uchun dekabris gulni sindirib solib qo'ydim. Bu ham juda tomirlab ketibdi. Rosa tomirlabdi. Shunchaki shunga tashab qo'ydim. Ana endi bugun bularni boshqa stakanlarga olib, ana shundan ham nechtadir fiyalka gul bo'ladi. Bittagina bargdan bitta fiyalka gul bo'ladi. Ana shunday qilib ko'paytiramiz. Keyin mana bunday juda chiroyli bo'lib gullaydi. Mana azizlarim, sizlarga ozgina bo'lsa ham o'rganish bergan bo'lsam xursandman. Sizlar ham mening maslahatimdan minnatdor bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar. Yana gullarni parvarishini ko'rsatishda davom etamiz. Mana 3 ta detka paydo bo'lgan bitta bargdan. Ko'ryapsizmi? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.